Men tushunmadim. Siz o'sha balodan xotdog qilib odamlarni rasm ochayotgan. Bo'ldi aka, o'shamanmi? Siz uchun aka eng zo'r balodan olib chiqdim. O'zbekistonda yo'g'idan bitta sizni qo'lingizdan ko'raylik. Mana bo'lsam, lasosi zo'r. Napoleon bo'lib turadi, ko'rasizlar, lasos, Voy, nima bo'lyapti? Beshakiyanda shunaqa eksklyuziv narsa. Bularni tayyorlab nima qilamiz? Shu kelgan klientlarga tarqatamizmi? Degustation bahoni o'zingizlar berasizlar. Kutib turinglar. Bu shirinlikmikan yo baliqli desertmikan? Nima deb o'ylaysiz? xil mahsulotdan, kiradan va non, lasosdan shunaqa chiroyli mehmon kutganda mehmonlarni hayron qoldiradigan zakuska tayyorladik. Bemalol hamma mahsulotlarni Beshaka magazinga olib ketsanglar bo'ladi. Turgandan foyda olib qo'yish. Kayf. Men yemaganman bunaqa shirin. Nomini ham bilmayman. Yoqilishlar oling. Rahmat. Farg'onadan keldik, Instagramdan ko'rib. Farg'onadan keldinglar. Farg'onadan keldik, mana olgani zo'r. Bunaqa mazasi ham zo'r ekan. Rahmat sizlarga, yoqdi. Hozir yaxshi ekanmi? Yoqdimi aka? Bittadan ko'p yeyish mumkin emas lekin. Ko'proq. Ikrani svejiyligini qarang. Ochmay. Nima deyapti? Gapira olmayapti. Gapirolmay qoldim. Yo'q, oling aka. Chef Parvel bugun sizlar uchun eksklyuziv bo'ldi. Nomer 1 bo'ldi. Sizlarni ham mana shunaqa ikrani qiziliga o'xshab qizartirib ketinglar. Sog' bo'linglar, charchamayinglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Boringlarga shukr.